Malibu 2.4 полностью premyer qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, bitta like bosib qo'yinglar. Videoni oxirida nechta pul ketganini aytib o'taman. Kedirem bu akşam, kedirem gülüm, gidirem gülüm, üzün solacak ben seni. Ko'rib turgan Malibu ile yoshligida 2.4 bo'lgan, lekin biz buni полностью oldi mordalarni, облицовка, bamper, fari, tumankalarini полностью premyer qilib berganmiz. Orqa videoga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Полностью faralari ham, отражательlari ham, bu yoqda yubkalari ham hamma yog'i premyer bo'ldi. Даже yozuvlarigacha alishtirdik. И plus bu mashinamizga polirovka keramika qilib berganmiz. Nech pul ketdi deb o'ylaysizlar? Ishoninglar, sizlar o'ylagandan ancha arzon narxda qilib berganmiz. Облицовка, fari, tumanki, вообще-то oldi morda и orqalari полностью premyer qilib berishimiz $1250 ga tushdi. Buning ichiga plus polirovka keramikalar bilan. Akalar, xudo xolisa narx-navo bo'yicha inshaalloh uyaltirib qo'ymaymiz. Elite hafta tuningga bemalol murojaat qilasizlar. Mashinalarni Malibu 2.4 bo'ladimi, или 1.5 bo'ladimi, полностью premyer qilib beramiz. $1250 kelasizlar. Полностью oldi, orqa, hamma yog'i, и plus polirovka keramikasini ham qilib beramiz.